Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Blackpinkni qanchalik yaxshi bilishingizni tekshiramiz. Qani ketdik. 5 ta testdan o'tishingiz kerak. Birinchi test: Blackpink qachon, nechinchi yil debyut qilgan va qaysi qo'shiq bilan? Javobi Bombayah 2016-yil. Blackpink Ice Cream qo'shig'ini kim bilan collab qilib ijro etgan? Javob B. Selena Gomez. Blackpinkning qaysi qo'shig'ining dance praktikasi mashhur bo'lib, ko'plab prosmotrlar olgan? Javob A. How You Like That. Blackpinkning hozirchalik kontrakti nechinchi yilgacha uzaytirilgan? Javob D. 2030-yilgacha uzaytirilgan. Ular nechanchi yili birgalikda comeback qilib Met Gala'da birga ishtirok etishdi? Javob C. Ular 2026-yildagi Met Gala'da comeback qilib chiqish qildi. Xo'sh, siz Blackpinkni qay darajada yaxshi bilasiz? Hamma savolga to'g'ri javob bera oldingizmi? Bularning hammasi menga qiziq. Hammaga xayr.